Yana bitta shogirdimiz, xudo xolasi. Siz olavering yuzingizni? Qayerdansiz aka? Qashqadaryo. Qashqadaryo. Qashqadaryo Siva. Qashqadaryolik akamiz, xudo xolasi yaqinda keldilar. Inshaalloh ikkinchi kuni svarka qilishni boshladilar, xudo xolasi. Xudo nasib qilsa, sekin qo'llari kelishib ketadi. Hech kim o'rganib tug'ilmagan, xudo xolasi, xudo nasib qilsa bundan ham zo'r svarka qiladilar hali, xudo xolasi. Argon qilgansiz, qilmagansiz oldin, noldan kelib. Svarka ishlamaganman. Umuman svarka qilmagansiz. Svarka qilmaganman. Nima ish, boshqa ishlarni qilib yurgansiz? Listogi, lazerda ishlaganman, temir kesishda listogi ishlaganman, svarka qilmaganman lekin. Ana bo'lmasa, ko'rdinglarmi? Noldan kelib o'rgandilar akamiz. Noldan o'rganaman, o'rgana olarmikinman deganlar uchun mana akamiz noldan keldilar. Xohish bor ekan keldilar, mana xudo xolasi o'rgan oldi. O'ziga yoqotdimi aka? Ha, qiziqish bor o'rganyapti. Qiziqish bor, asosiy qiziqish bor. Endi jigarlar pulini to'lagandan keyin qiziqmasangiz ham bo'lmaydi endi. Xudo xolasa, xudo nasib bundan ham zo'r o'rganib ketadilar inshaalloh jigarlar. Hammanglarga assalomu alaykum. O'quv markazimizda kutib qolamiz jigarlar. Joninglar sog' bo'lsin.